alaykum hammaga. Bizning yangi devor mebel. Andijonda biz Bo'zga kelganmiz, Bo'z tumaniga. Xo'p, bu yerda servant bo'ladi, qimmat variant. Devorlari gipsokardon qilib cho'tka qilib qo'yishgan. Bu birinchi xonamiz. Xo'p, ikkinchi xonamiz ham bor, spalni. Xo'p, bu yerda shkaf bo'ladi. Bu xonani ham chiroyli qilib qo'yishgan. Sekin ko'rsatib boraga devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu xonamizda ikkita taxmon bor edi. Ikkita taxmonimizga servant tayyorladik. O'rtasida o'sha oyna bilan to'ldirdik. Xo'p, servanimiz orqasi zerkali, o'rtada polka oynalari, qalin oynalar. Xo'p, bu birinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizda ham o'sha ikkita taxmon bor edi. Bu yerda shkaf tayyorladik. Ikkala xonamiz ham qimmat variantda tayyorlandi. Xo'p, buning ichi ikkita o'sha kelin-kuyov xonasi. Bu yerda ikkalasi bir xilda. Shkaf bo'lgan, o'sha bir tarafi polkali, bir tarafi garderob. Oshxona vakuum, qora turbali ruchkalar. Narxi ikkita xonamiz 11.500.000 so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.